Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangiliklar ekanini. Xo'sh do'stlar, bugungi videoligimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida juda ham ko'p obunachilarimning savoliga binoan mana shu videolikni olyapman do'stlar. Bugungi videoligimizda biz sizlar bilan DLC 26 da akkauntdan akkauntga futbolchi o'tkazsa bo'ladimi degan savollar juda ham ko'p tushyapti menga va bugun biz sizlarga mana shu haqida videolik olyapman do'stlar. Xo'sh do'stlar, videolikni boshlashdan albatta videolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda mana bu ekraningizdagi men o'zimni shaxsiy Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi bu Telegram kanalda har hafta tekin sezon passlariga aksiyalar bo'lib turadi. Xudo xohlasa bundan buyog'iga albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Silkasi opisaniyada hamda kommentariyada bo'ladi do'stlar. Kelinglar do'stlar, birinchi navbatda o'zi birisi o'yinida akkauntdan akkauntga futbolchi o'tkazsa bo'larmidi do'stlar? Keling, mana shu narsani bilib olamiz. DLC o'yinida oldin akkauntdan akkauntga futbolchi o'tkazsa bo'lardi. Bu haqiqat do'stlar. Bu qachon bo'ldi? Bu narsa 2025-yil aprel oyida, ya'ni DLC 25 paytida bo'lgan do'stlar. Ya'ni qanaqa bo'lardi desanglar, bu narsa 3 kun davom etgan, 2-3 kun, unaqa ko'p emas. Keyin DLC bu narsani to'g'rilagan, DLC'ni xatosi bilan chunki bu narsa bo'lgandi. Men sizlarga hozir tushuntiraman bu narsa qanaqa bo'lishini. Aytgancha ovozimga e'tibor bermanglar, biroz shamollaganman, lekin shunga qaramay sizlar uchun harakat qilib videorolikni olyapman do'stlar. Xo'p, qanaqa bo'lardi desanglar, transferga kirardik. Masalan, men akkauntimda kuchli futbolchilar bor. Aytaylik, masalan, kuchli futbolchilar bor deylikda. Endi qaranglar do'stlar, qanaqa qilinardi akkauntdan akkaunt futbolchi o'tkazish. Transferga kirardik. Mana bu joyga yangi narsa qo'shilgan. Ya'ni siz mana bu yerda birorta futbolchini adashib sotib yuborsangiz, yana qaytib sotib olish uchun mana bu yerga chiqib qolardi. Mana shu joyga futbolchilar chiqib qolardi. Endi qaranglar do'stlar, biz hozir mana shu narsani sinab ko'ramiz. Qani DLC 26 da ham futbolchi o'tkazish ishlarmikin do'stlar. Men obunachilarimga bu narsa ishlamaydi desam ham, ular ishlashadi deb menga juda ham ko'p aytishdi va kelinglar biz mana shu narsani bugun sinab ko'ramiz. Xo'p, futbolchi o'tkazish mana shunaqa bo'lardi. Ya'ni birorta futbolchini sotib yuborardik, keyin bu yoqqa chiqib qoladi futbolchilar qaytib sotib olishga. Keyin xuddi shu telefonni ustiga, mana shu akkauntning ustiga boshqa akkauntni qo'yardik va ana shu akkauntga, ya'ni ustiga qo'yilgan akkauntga biz sotib yuborgan futbolchilar o'tib qolardi do'stlar. Mana shunday qilib akkauntdan akkaunt futbolchi o'tkazilardi. Hozir bizlar bilan mana shu narsani tekshiramiz. Hozir bizlar bilan Pacho hamda mana bu Xolim degan futbolchini sotib yuboramiz va ustiga bitta akkaunt qo'yamiz. Qani o'tib qolarmikan? Xo'p, biz mana bu yerdan Pachoni sotib yuboramiz fitnessga. Xo'p, mana sotib yuborildi. Mana ko'ryapsizlar, mana shu yerda paydo bo'ldi. Endi biz mana bu futbolchini ham sotib yuboramiz. Qani fitness coachga sotamiz buni ham. Endi qaranglar, ikkala futbolchi ham mana ko'rib turibsizki, chap tomonga o'tib qoldi mana. Ya'ni biz bularni endi mana bunday qilib 90 ta olmosga akkauntimizga qaytarib olishimiz mumkin. Endi bu akkauntning ustiga boshqa akkaunt qo'yamiz, ya'ni bot akkaunt qo'yamiz. Bitta sariq futbolchisi bor akkaunt qo'yamiz. Qani bu narsa ishlarmikin? Xo'sh do'stlar, mana biz kod ham sozdать qilib oldik va endi mana bu akkauntning ustiga teramiz. Qani akkaunt ustiga qo'ysak futbolchi o'tib qolarmikan? Mana sizlarga haqiqiy isbotlari bilan qilib beryapman. Hech qanaqa bu yerda montaj yo'q. FS bo'ldi. Mana kodni ham terdik. Ana endi ustiga akkaunt qo'yapmiz. Qani ana shu ustiga qo'yilgan akkauntga biz sotib yuborgan Pacho hamda Xolim degan futbolchilar o'tib qolarmikan? Qani ketdik. Mana kirdik. Yangi akkaunt bu, hech qanaqa o'ynalmagan bu akkauntga. Hozir biz bitta bonuslarni olamiz. Hop, bu yerdan. Mana bonuslarni ham olib oldik. Ana endi transferga kiramiz. Mana oddiy bot akkaunt bu, bitta Leo bor xolos, boshqa futbolchilar yo'q. Ana endi transferga kiramiz. Qani futbolchi o'tib qolganmikan? Kiramiz va mana bu yerga kiramiz. Mana do'stlar, sizlarga top-toza isboti bilan ko'rsatib beryapman do'stlar. Endi akkauntdan akkauntga futbolchi o'tkazib bo'lmaydi do'stlar. Endi sizlar savol berishinglar mumkin, isbotlab berdingiz, o'tkazib bo'lmas ekan. Xo'p, endi bu narsa qo'shilishi mumkinmi yana do'stlar deyishinglar mumkin. Ha do'stlar, qo'shilishi mumkin, bilib bo'lmaydi, DLCdan hamma narsani kutish mumkin, balkim bu narsani ham qo'shar. Balkim qo'shmas, bu hali aniq emas do'stlar. Shuning uchun meni lichkamga akkauntga futbolchi o'tkazib bering deb yozmanglar iltimoslardan. Juda ham ko'pchilik yozadi-da, aka, menga Neymarni o'tkazib bering, menga Ronaldoni o'tkazib bering.
deydi-da, men ularga javob beraman. Yo'q, akkauntdan akkaunt futbolchi o'tkazib bo'lmaydi desam ham ular yo'q, siz aldayapsiz, meni aldayapsiz, akkauntdan futbolchi o'tkazib bergis kelmayapti deb menga janjal qilishadi. Mana sizlarga top-toza isboti bilan videorolik chiqaryapman do'stlar. Menimcha barchasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni akkauntdan akkauntga futbolchi o'tib qolmadi do'stlar. Endi hozir biz sizlarga mana shu eski akkauntimizga hozir kiramiz. Tepadagi telefondan chiqarib yubordim. Qani, mana bu yerga kiramiz va akkauntdan chiqarib yubordik. Endi biz kiramiz. Mana hozirgi akkauntimiz mana futbolchilar turibdi, lekin nargi akkauntga o'tmagan do'stlar. Mana sizlarga top-toza isbotlar bilan menimcha hamma tushundi degan umiddaman do'stlar. To'g'ri, bu narsa oldin bo'lardi. Ya'ni Dalasika 5 paytida bo'lardi. Futbolchilarni o'tkazsa bo'lardi. Bu narsa ham adashmasam 2-3 kun ishlagan xolos. Keyin uje bu narsani daliza olib tashlagan, ya'ni xatoni olib tashlagan. Unda ham masalan aytaylik ko'pchilik Ronaldo 98, Messi 99 larni akkauntiga o'tkazib olgan bo'lsa ham, ularni reytingga tushib ketgan do'stlar. Ya'ni Ronaldo 92 bo'lib qolgan, Messi bo'lsa adashmasam akkauntda Messi yo'q edi. Messi adashmasam 93 bo'lib qolgan do'stlar. O'shuning uchun sizlarga mana batafsil tushuntirib berdim. Xudo xohlasa bundan buyog'iga lichkamga ovora bo'lib yozib yurmaysizlar do'stlar. Menimcha sizlarni qiynayotgan savolga javob berdim degan umiddaman. Albatta yana savollar bo'lsa izohlarda yozib qoldirishlar mumkin. Albatta barchasini o'qib chiqaman va javob tariqasida videorolik chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Xo'p, video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlarga masalan mashinniklar keling akkauntingizga futbolchi o'tkazib beraman desa ishonib qolmanglar do'stlar, chunki men sizlarga isbotlab berdim futbolchi o'tkazib bo'lmasligini. Xo'p do'stlar, ovozimga e'tibor beringlar, juda ham grip bo'lib qolganman. Xo'p, sizlar bilan har doimgidek Iminov DLC yangiliklar kelib bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.